ayrimlar bilsin o'shani, ko'ring siz ham hangomani, to'yda bo'lgan tomoshani. Manmanlikning foydasi yo'q, ayrimlar bilsin o'shani. Yig'ib orzu bilan bir kun qilamiz to'y. Shu to'ylarni qanday qilib o'tkazishga so'ramiz oy. Endi opajon, to'yni maslahatini tezroq qilaylik. Boradigan ishlarim ko'p. Voy. Namuncha shoshasan uka? Oldin Ra'noxon kesillar. Bo'lmasa to'y maslahatini mendan oldin boshlab yuboribdilar deb jahllar chiqadi uka. Jim o'tiribdi. To'ppa-to'g'ri. Singlimni bilasiz-ku, ko'ngli sal nozirroq. Sal narsa tiyib ketadi. Undan keyin, bugun haqqa borasiz. Mana opingiz qo'l bola osh damlayapti. To'ydan oldin bir otamlashamiz. Xo'p. O'zi to'ydan nima kamchilik bor pochcha? Xudoga shukr. Kamchiligimiz yo'q. Faqatgina shu to'y kuni pochchangni yo'llarda yon qoziq bo'lib turib bersang, bo'l. Bundan xavotir olmang opajon. Aytishadi-ku, to'yda qamishdan bel bog'lab xizmat qilamiz pochchajon. Ey yashang. Shu to'y hashamlarda shu do'ndirib xizmat qilishingizga besh ketaman-da qayinjon. Ha, kelin. Qudalar uy chiroyli qilib yasatib ketishdimi? Ha, endi yasatib ketishdi ammajonisi. Hozir Ra'noxon kesillar. Ikkalangizni bir aylantirib chiqaman, ko'rasizlar. Pellarni bilasiz-ku. Mendan oldin hammaga ko'rsatib bo'psiz-da deb yana xafa bo'lib o'tirmasinlar. To'ppa-to'g'ri aytasan xotin. Opajon bilasiz-ku. Uni ustiga haligi latta putiga o'ch. Esingizmi bizni to'yimizda dadam rahmali yangi ko'ylak olib bermagani uchun arazlab zaksimizga bormagan. Ko'ynakni janjalini qilib qiyomat qiluvdi. Shuning uchun ham nuqul dadam shu sinimmi ko'yniga qarardilar-da. Yana o'zi kel. Assalomu alaykum. Yaxshi. To'ylar muborak bo'lsin, yaxshimisizlar? Rahmat. Kel, chiq seni, kel. Voy, yo'q. Men qudalar yasatgan uyni ko'rmasdan turib o'tira olmayman. Ana? Mayli, bor, kirib ko'rib chiq. Bo'lmasa o'tirganda bo'lmaysan. Bor. Keling, yuring, qani boshlang. Bo'ling tezroq. Bo'lmasa hech ham sabrim chidamaydi. Voy, opa, yuring siz ham. O'sha yasatilgan uyni ko'rib, qudalarni qanaqaligini sizga aytib beraman. Qanaqaligini aytmasang ham o'zim yaxshi bilaman. Chunki jiyanimga kelinni o'zim topdim-ku. Undan keyin bilasanman, unaqangi latapita narsalarga o'chamasman. O'zingizlar kirib aylanib chiqa qolinglar. Ha, mayli. Bo'lmasa men Ra'noxonni bir aylantirib chiqay. Ha? Aytmoqchi, shu Ra'noxonni didlarichi meni didimga juda yaqinda. Menga o'xshab kamchiliklari bo'lsa, shatta aytadi, qo'yadi. Mayli, bo'lmasa sizlar gaplashib o'tiringlar. Ha, endi kamchiliklarini topib, janjal qilinglar, xo'pmi? Voy, opa, nega unaqa deysiz? Kelinni kelganda ko'r, sepini yoyganda ko'r deyishadi. Kimsan? Mana shundoq akamga kim xudo bo'layotganini ko'rib qo'yaylik. Boringlar, ko'rib qo'ying. Ketdik bo'lmasa. Tavba qildim. Pochcha, bu xotinlar tuprog'ini hammasini bitta joydan olganmi deyman-da. Keliningiz ham shu sarpa to'g'risida gapirsangiz o'zini tomdan tashiydi. Qayinjon, nimasini aytasiz? Menga qarang. Mana shu yangi kelinni sepi bilan shu mebeli keldi, meni tinchim yo'qoldi-da. Har kun bir aybim topadi-da. Kecha nima deydi-ding? Unaqa gilam olib kelibdi deydi. Ha, undan oldingi kuni haligi sandiqqa yopishtirding. Sandiqni gul yoqmabdingmish. Mana bugun ertalabdan boshlab mebeli sifatini gapirib qulog'imni yedi. To'ppa-to'g'ri aytibdilar. Endi pochchajon, opamning gaplarida jon bor. O'zi siz kimlarga xudo bo'lyapsiz? Yuborgan mebelni qarang. Dari qo'ng'iroq qiling, mebel almashtirsin. Voy, bu nima deganingiz-a? Nimaga mebelni almashtirishar ekan? Axir binoyidek mebel-ku.
Gap mebeldami? Baxtini bersin uka. To'ppa to'g'ri opa. Hech qanaqa mebel almashtirish hojati yo'q. To'ppa to'g'ri. Binoydagi mebel. Mayli. O'zinglar bilasizlar. Ishqilib qudalar mebelni almashtirib kelinglar deyishmasa bo'lgani. Hali deyishadi ham Ovsinjon. Ana aytdim-ku, uy yasatarga borganimizda xotin qudani chehrasi hech ochilib qolmadi-ya. Hammasiga sen aybdorsan. Senga aytdim, o'sha men tanlagan mebelni berib yubordim. Yo o'z bilganingdan qolmasdan eng arzonni berib yuboribsan. Chet elga buyurtma berardim, kelardi, ana shuni yuborardik-ku. Baribir biz Xudo tomonlariga qarashimiz kerak. Axir jiyanimiz shu yerga kelin bo'lib boryapti-yu. Voy nimasini aytasiz dadasi? Men ham shu Malikaxon borgan joyda tili qisiq bo'lmasin deyman-da. Ay kelin, nima hadis? Nega jiyanimiz tili qisiq bo'lar ekan? Hammasini el qatori qilyapmiz-ku. Men el qatorimni sal eldan oshiribroq qilishim kerak. Ko'pchilikning oshini yeganman, uni ustiga boy joyga quda bo'lyapman. Ulardan past ketadigan bo'lsam, ertaga oyog'ini ushida ko'rsatmaydimi meni? Dadasi, agar hamma topganimizni Malikaga qilsak, ketidan yana ikkita qizimiz bor-ku. Keyin nima qilamiz? Keyin nima qilamiz? Hammasini o'zini rizqi bor. Qo'zi tug'ilsa o'z rizqi bilan. Men qara. Agar Xudo tomon g'iring desa, mendan ko'rasan. Xo'sh, uka. Undan ko'ra ertalabki osh maslahatini qilaylik. Nima deysizlar sizlar? Nima qilamiz? Qancha damlaymiz? Kinayjon, xafa bo'lmang-ku, ko'lingizga kelmasin-u, men shu qudalaringiz pastroq odamlardanmi deyman-a? Tavba qil. Yuborgan mebellarni qarang. Chinnilarning rangini qarang. Tavba. Onasidan qolib ketganmi deyman-a? Ayting, hammasini almashtirsin. Qanaqa qilib aytamanmi? Voy, aytasiz. Qiz bu yoqqa kelayotgan ekan, hammasiga rozi bo'ladi. Hey! Gapmi, maslahatmi bo'lsa, kelinglar va birgalashib gaplashamiz. Hozir dadasi mana ketyapmiz. Yuring. Hozir. Nima gap, opa? Ra'no. Yuzingga qaraganda Xudolar yuborgan sep senga yoqmadimi deyman-a? Yo'q. Umuman yoqmadi. Chinnilarni qo'ya turaylik. Yuborgan mebellarni qarang. Sharmanda-ku bu aka. O'chir ovozingni. Nimasi sharmanda? Har kim topganini qiladi. Bildingmi? Voy, topgani shumi? Opa? Kimsan shaharning eng zo'r korxonasining rahbari bo'lsa, topishi zo'r, o'ziga, nomiga yarasha qilsa bo'lmaydimi, opa? To'ppa to'g'ri. Tengi bilan deyishadi. Pochcha. Sizday boy odam uyiga yarashadigan sep qilsa bo'lmaydimi? To'ydagi odamlar nima deydi? Sizdan kulishmaydimi? Men ham shuni aytaman-da. Mana shunday dang'illama uyga yarasha jihozlar olib kelsa bo'lmaydimi? Chinisi-ku mayli, sinib yo'g'ib ketar. Mebelni qarang. Ayting, mebelni almashtirsin. Voy. Bu nima deganing? Axir uyat emasmi? Ha, singlim, shu arzimagan bitta matoq deb qudalar bilan o'rtamizga sovuqchilik tushiramanmi? Agar ayta olmasangiz, o'zim borib aytaman. Nimani aytasan? Nimani aytasan? Axir bu uyat, sharmandalik-ku. Uyat emas. Chunki Ra'noxonning gaplarida jon bor. Menga qarang. Bu uyda mana men qaynonaman. Men shu bugun gapimni o'tkazmasam, ertaga kech bo'ladi. Bunda qilamiz. Sizlar aka to'yda oshini maslahatini qilib turinglar. Men hozir o'zim qudalarga telefon qilib, o'zim gaplashaman. Xotir olmang. Kulib turib jonini olaman. Voy, unaqa qilmang, hay kelin. Voy, bu nima qilgani endi, a? Ko'rdingizmi, opa? Bunga gap uqtirib bo'lmaydigan bo'lib qolgan. Yozib qo'ygan to'y, nikoh xarajatlarini ko'rsanglar, kapalaginglar uchadi. Hey, bir narsa desam og'zimni ochirmaydigan bo'lib qoldi. U ham mayli-ku. O'g'lim onasini aytganini qilgan. Endi orzu havas mayli, yaxshi.
hamma narsani ham cheki chegarasi bor-ku axir ukajon. Bu nima qilgan qilig'i endi? Bu nima degan odam bo'lamiz biz, a? voy xudojon, axir to'yga 5 kun qolgan bo'lsa mebellarni qanday qilib almashtiramiz? Endi xudojon bir amallaysizlar-da. Ha bu 5 kun degani 5 soat degani emas-ku. Men qarang, meni uyimga kazo menman degan mehmonlar kelishadi. Ha men o'sha kelgan mehmonlarni kelinni uyga olib kirish uchun uyalmasligim kerak-ku, to'g'rimi? Ayber. Hozir. Alo. Assalomu alaykum. Ha, Xudojon yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisizlar? Erkak xudo yaxshi yuribdilarmi? Ha, salomat bo'linglar. To'y harakatlarmi charchamayapsizlarmi? Ha. Uzr, Xudojon, ozgina bizlardan yanglishmovchilik o'tibdi. Hali bizni tanlagan mebelni o'rniga boshqasini olib borib qo'yishibdi. Nasib bo'lsa kechqurungacha almashtiramiz. Xudojon, erkak xudani mard deyishgani rost ekan. Bo'pti, mayli. To'yda ko'rishamiz. Hop. Aka, shu gapni noto'g'ri aytdingiz. Nima noto'g'ri gapirdim? Nima noto'g'ri gapirdim? Hozir telefonda gap talashadigan bo'lsam, ertaga qizim borgandan keyin qizimni ko'zini ochirmay qo'yadi-yu. Halitdan shunaqa gap chiqsa, ertaga nimalar demaydi bu Xudoyingiz? Bilmadim. Hozirgi gapni gapirgan Xudo yaxshi ayol emas ekan lekin. Yaxshimi, yomonmi, endi bo'ladigan ish bo'ldi, bildingmi? Men telefonda so'z berib qo'ydimmi, almashtiramiz deb, almashtiramiz. Endi hozir tez Chilonzorda do'kon bor-ku. Shu do'konga borib, men tanlagan mebelni olasizlar-da. Xo'p. Keyin to'yxonaga jo'natinglar. Lekin u yoqdagi mebelni nima qilamiz? Ha, uni sotib olgan joyimizga olib kelib topshiramiz. Ha, ishlatilgan yo'q, qaytarib olishadi. Ha, xo'p, ertalabki osh masalasini gaplashib olaylik. Ertalabki oshga meni o'zim mo'ljalladim. Sizlar nima deysizlar bilmadim, shu 150 kilo. Hay. Og'zingizni bir chekkasidan chiqib ketadi-ya. Shuncha osh kimga yedirasiz? To'g'rida aka, biz maslahatlashdik. Xudo tomonining o'zidan 250-300 odam keladi. Endi bizdan qancha bo'ladi bilmadim. Lekin akam bilan borib 1200 kishiga biz joy zakaz qilganmiz. Baribir ko'rpanga qarab oyoq uzat. Shuncha osh ortib qolsa, keyin nima qilasiz? Uni tashlab yuborasizmi? Voy dadasi, mulla akam to'g'ri aytayaptilar. Agar osh ortib qolsa, undan yomoni yo'q. Oshsin, yetmay qolmasin. Undan keyin oshchi vaqtini ham shu nima deb kelsa 12 ga 12 ga deb kelishi. Voy, aka. Ha, ish kuni bo'lsa, soat 12 da osh bersangiz, kim ishidan ortib kelib osh yeydi siznikida? To'y bo'lgandan keyin hurmat qilganlar, meni hurmat qilganlar keladi. Sekin. Undan keyin hali hofizni ham 12 da vaqti bor ekan. Undan keyin vaqtim yo'q dedi. 12 ga kelaman dedi. Yashang mulla aka. Juda ham yaxshi qilibsiz. Biz ham Xudo tomonga birovdan kam joyimiz yo'qligini bir ko'rsatib qo'yaylik. Yashang mulla aka. Men siz tarafman. Ish qilib dadasi. Puldan qiynalib qolmasmikinmiz? Qiynalmayman. 3-4 ta boyvachcha o'rtoqlarim bor. Sekin iltimosdan qarz berib turishadi. Shovla kessin uka. Obro' ketmasin. To'ppa to'g'ri pochcha. Obro' ketmasin. Siz qanchalik dang'illama to'y qilsangiz, bizni obro'yimiz shunchalik oshadi. Ha, aytgandek, kuyov bola ko'rinbildi. Kuyov bola kelinni olib, kelin ko'ylagini tanlagani ketgan. Ishqilib ko'ylakni yaxshisidan tanlagan deb aytdingizmi? Pochchamiz aytmasalar hamchi, kuyov bolani o'zi xotir tashiydi. To'ppa to'g'ri. Katta xarajat qilishda onasini g'irti o'zi.
mana bor ekan-u. Qalay, yoqdimi? Voy, Jasur aka, bu ko'ylagingiz juda ham ochiq sochiq-u. Boshqasini tanlay qolaylik. Qarang, yelkalari ham ochiq ekan. Yo'q, mana shunisini kiyasiz. Chunki bo'lajak rafiqamni qomatini, latofatligini do'st dushmanlarim bilib qo'ysin deyman. Bu ko'ylakni ola qolaylik. Qarang, bunisi ham chiroyli ekan. Yo'q, unisi yoqmadi. Mana shunisini kiyasiz. Mana bu ko'ylagingiz hali kiyilmaganmi? Yo'q, bu ko'ylak emas, hali kiyilmagan. Yaxshi, menga yoqdi. Mana 500 ming so'm. Qolganini to'y kuni libosni olib ketgani kelganimizda beramiz. Qani endi ichkariga kirib, bir ko'zimni qunatingchi. Yuring bo'lmasam. Niyatingga yetdingmi deyman, ha? Albatta. Xotin qudani mang'ir degani bilan erkak qudani mard deganicha bor ekan. Men qo'ng'iroq qilib bir og'iz aytdim. Erkak quda xo'p bo'ladi, hozir borib almashtirib kelamiz dedilar. Shunaqa qilib, qudani oldi meni obro'yimni to'kavergin. Opa, meni asabim tuga bo'ldi. Men yana bir pas o'tirsam, bu bilan urushib qolaman. Undan ko'ra qo'ying, men sekin ko'chaga chiqib bir aylanib kelay. Amin, Allohu akbar. Pochcha, menga qarang. O'tiring. Aka. Hay dadasi. Voy. Opa, Shokir akam o'zlari shunaqalarda. Bilasizmi? Lov etib yonib, puf etib o'chadilar. Voy, kelinglar, undan ko'ra to'ydi maslahatini qilaylik. Shu to'ydan oldin mashmasha bo'lgani yaxshi bo'lmadi-da. Opa, qanaqa mashmasha? Buni hammasi orzu havas-ku. Bo'pti. Menga qaranglar. Bo'ladigan ish bo'pti endi. To'yni maslahatini qilaylik. Xo'sh, to'yni kim qizdiradi? Albatta artistlar qizdiradi. Opa, qaysi artistlarni aytgansiz? Jiyanini, ulfatini bir tanishi bor ekan. Hammani to'yni 1.5 ga o'tkazar ekan. Bizga 1200 ga tushdi. Voy, lekin shunaqangi to'yni qizdirar ekan. Undan tashqari birovga keladiganlar ham bo'lish kerak-da, kine. Voy, ammajonisi, bu yoqdan ham xavotir olmang. Hammasini gaplashib qo'yganmiz. Nomi chiqqan mashhur xonandalardan 5 tasini 800 dan gaplashib qo'ydik. Voy, bundan tashqari karnay-surnaychilarni ham zo'rini topib gaplashib qo'ydik. Opa, bir chalganda butun mahallani boshiga ko'tarishar ekan-da. Ko'tarishsin-da. Axir bu nikoh to'yi-ku. Mana oddiygina chaqaloqni to'rixonadan olib chiqishda ham karnay-surnay olib borishyapti. Mana kecha qo'shnimiz nevarasini olib chiqishda 4 ta karnay, 4 ta surnay olib borib, mana to'rixonaning eshigini tagida o'yin-kulgi qilishibdi. Oxiri vrach chiqib, bu yerda xotinlarning dardi ketib qoladi, boringlar uylarga deb haydab yuborishibdi. Shunda ham uyga kelib 7 mahallani boshiga ko'tarib, rosa kechgacha o'yin-kulgi qilishdi. Hey, to'xta. Yoninglardagi qo'shnilarnikida aza bo'layotdi shekilli, a? Voy, aza bo'lsa nima bo'pti? Aza bo'lsa bularning aybi yo'q-ku, opa. Kimga aza, kimga to'y deb shuni aytadilar-da. Voy, hozirchi to'ylar ham, azalar ham dahshatli bo'lyapti. Hatto marhumlarni eslashga dodlaydigan, yig'laydigan guruhlar paydo bo'lganmish. Soqqasini to'lasangiz bo'ldi. Kelib yig'lab ketishar ekan. Pul bo'lsa changalda sho'rva deganlari shu ekan-da. Buni pul topishni yomon yo'li deyshadi. O'zing tanimagan odamni ma'rakasida uni maqtab, yig'lab bo'lar ekanmi? Undan ko'ra uni tirikligida, undan xabar olib, unga mehr ko'rsatgan yaxshi emasmi? Bunaqa dabdavovozliklar, bunaqangi isrofgarchiliklar kimga kerak? Undan ko'ra muhtoj odamlarga yordam bersa, shuni savobi katta bo'ladi-ku. Opa, savob deyamchi,
biladiganga qilish kerak. Ey, uka, nima qilarding hayotdagi ma'rakalarni gapirib, a? Sen aytgan o'sha ma'rakani meni to'yimga nima aloqasi bor? Endi opa borini gapirdim-da. Ha, bo'pti. Endi yana qanaqa maslahatlar qoldi? Ha, maslahatni biz siz bitirib bo'psizlar-yu. Ha, nima qilardinglar bizani chaqirib ovora qilib, a? Bo'pti, men ketdim, Allohu akbar. Shoshmang, opa birga ketamiz. Sen aralashmay turgin. Menga qarang, kelin. Ukamni ham rayiga qarang. Axir shuncha pulni topishni o'zi bo'lmagandir. 3-4 soatlik to'yi deb bitta uyga sarf xarajatini ishlatib yuryapsizlar. Unda uyoq-buyoqlarga ham qarab ish qilinglar, xo'pmi? Hozir siz sanagan narsa orzu havas emas. Ortiqcha sarf, ortiqcha xarajat. Bo'pti, men ketdim, to'yda kelarman. Voy opa. Opa, to'xtang. Shoshmay turing, opa. Voy. Kenayi. Opamning gaplariga ahamiyat bermang, xo'p? Opam bilasiz, shartta gapiradilar, qo'yadilar. Hozir ketlardan borib hovurlardan tushirmasam bo'lmaydi. U bu narsa bo'lsa telefon qilarsizlar, yaxshi o'tiringlar, xo'p. Shoshmang. Uka, ko'rdingmi? Pochchayning urug'lari hech qachon meni ko'risha olmagan. Ko'rdingmi ana? Shu qilganlariga shunaqangi dang'illatib to'y qilay. Meni qanaqaligimni ko'rib qo'ysin. Qancha bo'ldi jami? Demak, oshga ketadigan jami xarajat 15 million so'm ekan. Voy, dahshat-ku. Endi dahshat bo'ladimi, dahshat bo'lmaydimi? To'y deb o'tish kerak. Siz o'ylamang. Tur. Kela turdi qilay. Assalomu alaykum. Qani sizlar? To'g'ri. Chiqing. Salomlar. Turdi qilay, assalomu alaykum. Salom alaykum. Kelinglar. Qani bu yoqqa o'ting, yuqoriga o'ting. To'y maslahatini tepasidan chiqib qolmiz-ku. Shunaqa. Yo'q, o'tmasmi? Yo'q, mana bo'ladi mana. Keling. Qani? To'ylarimiz chiroyli bo'lsin. Yaxshimiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Bu mahallada duv gap. Komilbek aka 1000 kishidan ortiq odamga osh berayotgan ekan. Bu challari, chaqiriqlarni 500 kishilik to'yxonada qilyapkan ekan degan gaplar yuribdi. Yaxshi. Ha, shu rostmi, aka? Rost bo'lgandaki, o'zi hali kechqurun oldingizga chiqmoqchi edim. Bir ikkitalik katta ikarusdan yuborsam, mahalladoshlar hammasini o'zingiz boshqosh bo'lib oshga olib borarsiz. Juda oshirib yormayapsizmi? Nega? Ha, bu mahallaga chaqirsak chiqmadingiz. Mahalladagi to'ylarni qisqartirish, ixchamlashtirish bo'yicha bir gaplashib olmoqchi edik. Ha, bu siz qilayotgan to'y, bundagi sarf xarajatlar isrofgarchiligiga kirmaydimi, aka? Endi turdiqilaka to'ymadik. Ortiqcha xarajat qilyapmanmi, qilmayapmanmi? Xarajatni men hamyonimdan qilyapman. Akamning gaplarida jon bor. Endi birinchi to'ylar. Qo'yavering, o'zlari xohlagancha qilib o'tkazsinlar. Keyin sizdan chiqib pul so'rayotgan yo'q. Qanaqa tushunmagan odamsizlar. Men shu ortiqcha isrofgarchilik bo'lmasin dedim, xolos. Juda pulingiz oshib toshib ketgan bo'lsa, mahalladagi qiynalganlarga yordam bering. Ko'cha-ko'yni ta'mirlashga yordam bering. Maktabning yonidagi hayotli joy bo'sh yotibdi. Ana o'sha yerga mevali ko'chatlar ekib, bog' yarating. Nevaralaringiz katta bo'ladi. Turdiqul aka, mahallada qiynalgan odamlarga men yordam bermayman, siz yordam bering. Mahallamizda sizda oqsoqolimiz bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mahallani ko'cha-ko'ylari o'nqir-cho'nqir bo'lsa, men sizga u yo'l tuzatadigan, ta'mirlaydigan usta emasman. Bog' masalasiga kelganda men bog'bon emasman. Bilib qo'ying. Ana mahalladagilarni chaqiring. O'sha maktabning yonida yotgan bo'sh joyi ko'chat olib keladimi, gul olib keladimi, ekib boqsa, ana o'shalar qilsin. Shunaqami? Unday bo'lsa, to'yingizni mahallasiz,
mahalla oqsoqoli siz o'tkazing. Xo'pmi? Amin. Alloh. Turdi qulay. Hey, choy poy. O'tir. O'tir. Xafa bo'ldilar. Xafa bo'lsa, otamdan nari, to'yga kirsa ham o'tadi to'y, kelmasa ham o'tadi. Ne o shaxsay turibsan? Mana shu ishingiz menga ham yoqmadi aka. Yaxshi ish qilmadingiz. Raisboni gapida jon bor. Ertagacha o'ylab ko'ring, yana maslahatlashamiz. Ha. Elni ranjitma. O'sha el koringa yaraydi degan gap bor. Menga aql o'rgatmay, o'zim bilaman, o'tir. Foydasi yo'q, ayrimlar bilsin o'shani. Ko'ring siz ham hangomani, to'yda bo'lgan tomoshani. Manmanlikning foydasi yo'q, ayrimlar bilsin o'shani. Yig'ib orzu bilan bir kun qilamiz to'y. Shu to'ylarni qanday qilib o'tkazishga so'ramiz oy. Yig'ib orzu bilan bir kun qilamiz to'y. Shu to'ylarni qanday qilib o'tkazishga